Jimitdek bo'lib kiyimini dazmol qildirishini. Qanaqa qiz katta qilyapman deb qarasam, kiyim tekis bo'lmaydi. Bunaqasiga qildim, bab bo'lmadi. Yarim soat silab-siypab tursam, qarasam, dazmol tokka tiqmagan ekanman. Asma uyg'onib qolmasdan tezroq qilib ola qolay deb tokka tiqdim. Dazmol qiziguncha xuddi 1,5 yosh qizim futbol o'ynayotgandek olib berib qo'ygan futbolkamni qaranglar. Tavba. Qurigan kirlarni yig'ishtirib taxlab otuvdim. Qizim o'zi yo'qni ko'zi yo'q deb sho'tkayam oyoq kiyimni qo'yib ketibdi. Kir yoyayotganimda olib berib turadi desam ishonasizlarmi? O'zini maftuni pardasini to'g'irlagan kishi bo'lib tursam, xonasidan chiqqaniyam yo'q, tavba. Toxtada o'tir, o'zini Qo'qonga ketgani aytgancha. Nimaga ketganini keyingi videoda aytaman. Sizlardayam ko'zga ko'rinadigan ishmas-u, lekin kuni bo'yi bitta idish-tovoq yuvganinglar bilinadimi? Orada qizim uyg'onib qoldi. Uyqusi chala bo'lgan ekan, yana olib kirib uxlatdim. Azoblash xizmati. 1 soat qiynalib uxlataman-da, yarim soatga bormasdan ketimdan lik ketib yugurib chiqadi. Shu savolga, sizlarniyam bolanglarga qaraydigan bitta odam kerakmi yoki faqat manda shunaqami? Biza zavtrak qilib oluvdik, Atajon kechroq choy ichganlar uchun orada ishlarimni qilib olib, keyin choylarni yig'ishtirdim. Oxirida stakanni qalbimdan sal xiraroq bo'ldi-yu, kristalniy top-toza qilib yuvishga harakat qildim. Prozrachniy tog'orachalarni qancha ketma-ket toza yuvsangiz ham baribir sekin sarg'ayib boraverarkan. Lekin zo'r oqartirish yo'lini bilaman. Shu yerda sizlarni reklamanglar bo'lishi mumkin edi. Sizlar zerikib qolmanglar, hozir artib-surtib chiqib ketamiz. Shu kunlarda sizlarni o'ylantirayotgan yoki qiziqtirayotgan temalar bo'lsa, ko'p-ko'p kommentariyaga yozinglar, shu haqida gaplashamiz. Akvinani chistollab yuvdim, sizlar ko'rmay qoldinglar. Siz bilan nimani gaplashamiz deyishinglar mumkin, lekin fikr almashib turish, albatta yaxshiligiga chorlaydigan fikrlarni almashib turish hammaga kerak. Sizlardan ham yaxshi fikrlar kerak. Temir aptasida xiralashib qolibdi, yuvib qo'yarsiz, dedilar oyijon. To'g'risini aytsam, sredstva ishlatayotganimda kamdan-kam qo'limga perchatka kiyib ish qilaman. Hech narsa qilmaydi deyman, lekin baribir o'zini ta'sirini ko'rsatadi. O'shaning uchun bu videoni oyijon ko'rib qolishlari ham mumkin. Kameram qo'shninikiga qarab ketayotgan ekan, berilib ish qilib yotibman mana. Azilit sepib bo'ktirib qo'ydim. Kelin bo'lib tushganimdan beri shu idishga suyuk gel solib ishlatib ko'rmagan ekanman. Tila-tila giyinadigan ovoz kep qolar deb yaxshilab ishqalashni boshladim. Oy desa oyday, kun desa abdastaday idishimiz bor ekan, bilmay yurgan ekanmiz. Keyingi etap. Hamma yoqda opani narsalari turmasa bo'lmaydi. Birinchi qatorga oyoq kiyimlarni olib borib qo'yarlar. O'ziniki turib, hammani oyoq kiyimini eskirtirishga qiziqadi. O'zidan tashqari hammani oyoq kiyimini bitta-bitta kiyib chiqadi. Tag'in gilamda. Hazillashib divanni ustiga qo'yib qo'ya deb qo'yaman. Oyna artishga qurollanib, Atajon bilan Oyijonning uylariga ham kelib oldim. Mani mushuk yeydidek, ketimdan yugurib qizim kelib oldi. Asmo kameraga tegurgani uchun bo'lib azgina qilib oldim. Bo'yim yetmayapti, stul olib kelishim kerak deb o'ylab turib, qarasam, mamini nima olib keldim unda deb o'ylab qoldim. Rosa udobniy narsadek baland joylarni ham artib keturadi. Bu yoqda Asmo-jahon urushi. Orqasidan gapirganlarimni eshitib qolganmi deyman, o'zi tozalashga tushib ketdi.